Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy bilan Saudiya Arabistoni Sharq Turkistonda birlashma havo armiya manevri o'tkazgan. Yevroasiya vaqti xabar torining 11-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Arab birlashma xalifaligi bilan birlashib o'tkazgan ikkinchi qatimliq birlashma harbiy manevr atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida o'tkazilgan. Xitoy Saudiya Arabistoni birlashma manevrining aeroplanlari atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi Xitoyning jazo lagerlarining ustidan gumburlab uchib o'tgan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi ikki tarafning atalmish Şinjanda Falcon qalqini 2024 nomli yillik manevr elib berayotganligini e'lon qilgan. İkki davlat havo armiyasi qatnashgan manevr 6 oyning oxirida boshlangan bo'lib, 7 oyning oxirigacha davomlashadiganligi mo'ljallangan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining 10-iyul kunidagi bayonotida ikki davlatning birlashma havo armiya manevri o'zaro tushunish va ishonchni oshirish, almashtirish va hamkorlikni cho'nqurlashtirish, strategik hamkorlikni taraqqiy qildirish va ikki tarafning o'rtaq nishoni va umidini amalga oshirishni maqsad qiladi deyilgan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi manevrga qaysi aeroplanning qatnashadiganligini, shundaqla qatnashgan askarlarning soni yoki manevrning doirasi haqida aniq ma'lumot bermagan. Falcon Shield 2024 Xitoy Arab birlashma xalifaligi harbiy manevrining ikkinchi nusxasi hisoblanadi ekan. Burkut qalqini 2023 birlashma mashq manevri o'tgan yil avgustda atalmish Şinjanda o'tkazilgan bo'lib, manevr Amerikaga berilgan uchur deb qaralgan. Xitoy O'rta Sharq davlatlari bilan texnik quyuq iqtisodiy va harbiy munosabat o'rnatish uchun tirishyapti. Xitoy O'rta Sharq davlatlari bilan texnik quyuq iqtisodiy va harbiy munosabat o'rnatish uchun tirishmoqda ekan. Xitoy O'rta Sharq davlatlariga qurol-yarog' setish miqdorini oshirib, o'zining O'rta Sharq rayoniga kirganligini isbotlagan. Arab birlashma xalifaligi 2023-yili Xitoydan Il-15 mashq aeroplanini sotib olgan. Oldingi oyda Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligi o'zlarining ikki tarafning mudofaa va bexatarlik jihatdagi tajribalarini so'zlashni xohlaydiganligini ta'kidlaganligini e'lon qilib, ikkalan oldingi oyda ziyorat, birlashma mashq va ko'rgazmani kuchaytirishga qo'shilgan. Xitoy hozir Laos bilan mashq qilayotgan ekan. Arab birlashma xalifaligi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oshkora qo'llagan. 2019-yili Xitoy prezidenti Xi Jinping Arab birlashma xalifaligining taxt varisi Shahzoda Muhammad bin Zayd Al Nahyanni kutib olganda, Arab birlashma xalifaligining Xitoyning atalmish Şinjanda yurgizayotgan siyosatini qo'llaganlik uchun rasmiy rahmat aytadiganligini bildirgan. Shahzoda Arab birlashma xalifaligi bilan Xitoyning terrorlik va oshqun kuchlarga birlikda zarba berishga tayyor ekanligini aytgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi 11-iyul kuni buningga inkos qaytarib, Sharq Turkiston surgundi hukumati Saudiya Arabistonining nomussizlarcha Xitoy bilan hamkorlashib, Sharq Turkistonda birlashma manevr o'tkazganligini qattiq ayblaydi. Arab birlashma xalifaligi musulmonlar o'ltiraqlashgan davlat turib, musulmon Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar o'ltiraqlashgan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy hokimiyati bilan nomussizlarcha hamkorlashdi. Arab birlashma xalifaligi Atset Xitoy kompartiyasi bilan sheriklashib, Islom ittifoqiga xiyonat qilish bilan birga islomga urush ochdi va Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilik qilmishini qo'lladi. Biz xalqaro jamiyatni bu birlashma hamkorlik manevrini va boshqa Xitoy bilan o'rnatilgan har qanday hamkorlikni qattiq ayblashga, Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orqali erkinlik, haq-huquq, adolatga erishish, izzat-obro'yini qo'g'dash ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilamiz dedi. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'ol va mustamlikasini texnik kuchaytirish, Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir parchasi ekanligidan iborat soxta bayonlarni mustahkamlash maqsadida soxta tashviqot salmoqini bo'shashtirmay davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoyning soxta bayonlarini inkor qilib, Sharq Turkistonning azaldan mustaqil bir davlat ekanligini, Xitoyning ishg'ol qilib olganligini gavdalantirmoqda. Atalmish Şinjandagi qadimgi Budda ibodatxonasi talash-tartish qo'zg'agan. Erkin Osiyo radiosining 10-iyul kunidagi xabariga qaraganda, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi bir qadimgi Budda ibodatxonasining qoldiqlari bo'lgan qumga ko'milgan ikki to'pa ko'vrikdan mutaxassislar Xitoyning nupuzini namoyon qiladiganligi to'g'risidagi tashabbusni talash-tartish qilgan. Xitoy tarixchilari va arxeologlari 7-asrdagi Xitoy imperatorining Sharq Turkistondagi eng qadimgi Budda diniy ibodat o'rinlaridan biri bo'lgan Mor ibodatxonasini silishni amr qilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy davlat taratqullari bu qoldiqlarning Xitoyning bu rayondagi tarixiy va madaniyatini shakllantirishdagi ta'sirini ko'rsatib beradiganligini ta'kidlagan.
Xitoy xabar agentligining 3-iyul kunidagi dokladida bular Xitoy madaniyatining ko'p xilligi, ittifoqligi va sig'dirishchanligining kuchli isboti deyilgan. Xitoy sirtidagi mutaxassislar bu qarashlarni talash-tartish qilib, Morse to'pa yoki pagoda va boshqa butxona qurilishlarining Hindiston uslubida yasalganligini, milodiy 690-yildan 705-yilgacha Tang sulolasi davrida imperator bo'lgan Wu Zetianning Xitoyning markazidagi o'rdisidan necha yuz kilometr yiroqlikda bo'lganlikdan pagoda qurilishiga qatnashgan bo'lishining mumkin emasligini o'tirg'a qo'ygan. Ularning aytishicha, Xitoy hukumati qo'llagan bu tadqiqot Beyjingning Uyg'ur madaniyati va musulmonlarning odatini xitoylashtirmoqchi bo'lgan rayondagi madaniyat nupuzini kengaytirish tirishchanligining turtkichisi bo'lishi mumkin ekan. Teksas shtatining Dallas shahridagi Janubiy metodologiya universitetining tarix professori, Uyg'ur Budda dini tarixi nomli kitobning avtori Yohan Elverskog ayni vaqtdagi dangliq ayol imperator Wu Budda dinini qizg'in qo'lladi. Ammo uni atalmish Shinjongda tunutishi shart emas edi. Tangning g'arbidagi bu rayonlarda qurilish elib berishning bir yo'li yo'q edi degan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining Kultur, Ma'rif, Diniy ishlar ministri Adil Abdumit apandi ijtimoiy axborot vositalarida buningga inkas qaytirib, Xitoyning Mo'r butxona to'g'risidagi bayonlari xato. Xitoyning Mo'r butxonasi milodiy 3-asrda, ya'ni milodidan ilgirki 2-asrdan, milodidan keyingi 7-asrgacha bo'lgan yerlik Hindi, Yevropa, Kucha podshohligi davrida selingan. Xitoy saxtlik bilan bozorga selayotgan Xitoy binokorlik ko'rinishining elementlari milodiy 6-asrdan 8-asrgacha bo'lgan Turk xonligiga tava Qashqar xonligi, 8-asrdan 9-asrgacha davomlashgan Uyg'ur xonligi, 9-asrdan 13-asrgacha davomlashgan Qaraxon xonligi davrlariga to'g'ri keladi. Butxona binokorligi Xotan va Kuchadagi Hindu Yevropa podshohligining milodiy 1-asrdan keyin Xan sulolasiga yetib kelishdan ilgari, milodidan ilgirki 5-asrdagi Hindistondagi buddizmning ta'siriga uchragan. Milodidan burungi 2-asrda Sharqi Turkistonga tarqalgan buddist butxonalarga o'xshaydi. Bu tarixiy faktlar aniq va rad qilg'usiz. Xitoy tarixiy faktlarni, tarixiy sonliq ma'lumotlarni burmlab, yolg'on dalil isbotlarni ochiq-oshkora ishlab, Sharqi Turkistonni ishg'ol qilganligini qonunlashtirish uchun tirishchanlik ko'rsatishga urinmoqda dedi. Atalmish Şinjan Uyghur Avtonom rayonining partkom sekretari Ma Xinjui Xitoyning irqiy qirg'inchilikni texmi cho'nqurlashtiradiganlik signalini bergan. Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasining 6-iyul kunidagi xabariga qaraganda, Atalmish Şinjan Uyghur Avtonom rayonining partkom sekretari Ma Xinjui Xitoyning Atalmish Şinjan Uyghur Avtonom rayonining bexatarlik xodimlarini hukumatning terrorlikqa qarshi kuchli zarba berish harakatini kuchli qo'llashga chaqirgan. Ma Xinjui bu chaqiriqni Xitoy tajovuzchilarining G'arbiy chegara rayoni eng yangi birlashma harbiy saqchi manevri oxirlashgandan keyin qilgan. U Atalmish Şinjanning saqchilariga ijtimoiy muqimlikni oldingi qatorda qo'yib, muqimlikni kuchaytirib, taraqqiyotni tezlatish kerak degan bo'lsa, Atalmish Şinjan kundalik gazetiga bizning yuqori darajada zarba berish usulimiz tayyorlanmasligi kerak. Biz tunji bosqichdagi barliq terrorlik tahdidini tugatib, terrorlikqa qarshi turish harakatini davomli normallashtirishimiz kerak degan. Yana butkul jamiyat miqyosida chegara bexatarligini texmi kuchaytirib, xatarni kontrol qilish iqtidorini oshirishga chaqirgan. Qurilma xarakterli xatarning oldini olishda siyosiy, iqtisodiy va ideviy xatarni yo'qotishning muhimligini aytgan. Atalmish Şinjan kundalik gazetining xabariga qaraganda, eng yangi harbiy saqchi manevri Hindiston va Pokiston chegarasidagi Koilin tog'ida elib berilgan. Manevrning aniq o'rni yoki vaqti e'lon qilinmagan. Manevrga Xalq ozodlik armiyasi, yarim harbiy xalq qurolliq saqchilari, Atalmish Şinjan ishlab chiqarish va qurilish harbiy atridi, ko'chmanlarni kontrol qilish va jamoat xavfsizligi organlarini o'z ichiga olgan o'rinlardan 3000 dak bexatarlik xodimi qatnashgan. Manevrda tik uchar, uchqusiz aeroplan, shundaqla dronik va hujum baklari ishlatilgan. Atalmish Şinjan televiziya stansiyasi tarafidan e'lon qilingan ko'rinishlarda manevr jarayonida xodimlarning qaratmaligi bo'lgan terrorchilarni qo'lga olish, terrorchilarning qaytib kelishi va singib kirishining oldini olish, shundaqla egizlik rayonlarida terrorlikqa qarshi turish bilan shug'ullanganligi ko'rsatilgan. Sharqi Turkiston surgundi hukumati Ma Xinjuining bayonlarini qattiq aybladi. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi Sharqi Turkiston surgundi hukumati Xitoy Kompartiyasining ishg'ol qilingan Sharqi Turkistondagi mustamlikachi katibashi Ma Xinjuining yaqinqi terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tavranmay bostirish bilan aloqador bayonotiga qattiq raddiya berdi. Xitoy katibashlari ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda terrorlikqa qarshi turayotgani yo'q. Balki Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni izchil turda
irqiy qirg'in qilish, mustamlika qilish harakatini yurgizyotidi. Shuning bilan birga Sharq Turkistonni ishg'ol qilyotidi. Mashuyan davlat bexatarligi, qabih davlat terrorizmi, davlat qo'llagan mustamlikani kuchaytirish, vahima, qalaymaqon bostirish ustiga qurilgan. Biz xalqaro jamiyatni Xitoyning begunoh xalqqa qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va davlat qo'llagan terrorlik qilmishlarini e'tirof qilishga chaqiriq qilamiz. Dunyo chuqur Xitoyni yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishidan javobgarlikka tortishi, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish orqali haq-huquqlariga erishish, izzat hurmatini qo'g'dash, adolatga erishish tirishchanligini qo'llashi kerak. Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkistondagi bostirilgan, ezilgan xalqning izzat hurmati va shon sharifini qo'g'dash vazifasini qat'iy turda zimmasiga olib ijro qiladi dedi. 2024 yili 7-iyul kuni Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi kabinet a'zolari bilan birlikda Gollandiyadagi Sharq Turkiston ma'rif jamiyatini ziyorat qildi. Diplomatiya ministri Salih Xudoyor apandi Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining rahbari Obul Qasim Qarim bilan ko'rishib, Uyg'urlarning milliy kimligini qo'g'dashning muhimligini ta'kidlab, jamiyatning bu jihatdagi xizmatini maqtadi. U hukumatimizning bir dushman, bir nishon siyosatini ta'kidlab, Sharq Turkiston tashkilotlarining Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish yo'lida texmi yaxshi tushunish va hamkorlik o'rnatish uchun davomli suhbatlashishni talab qildi. Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirishdan boshqa qutulish yo'q. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidagi izchilligimiz yaqin kelgusida Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish nishonimizga yetkazadi inshaalloh. George Michael Hope mundaq deydi: "Qiyin davr kuchlik odamlarni yaratadi. Kuchlik odamlar yaxshi davrni yaratadi. Yaxshi davr ojiz odamlarni yaratadi. Shundaqla ojiz odamlar qiyin davrni yaratadi." Buningda jamiyat taraqqiyotiga qarata bir davr ilinishning sxemasi bor. Bir jamiyat xuddi bir organizmdek kuchliklikdan ojizlikka va ojizlikdan kuchlilikka qarab davriy aylanib turadi. Uningda qattiqlik jasurlarni yetildirsa, rohat-farog'at ojizlarni yetildiradi. Qiyin davr jasurlarning o'ttirg'a chiqishini taqozo qiladi. Bizda-chu, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bizning tariximizdagi eng mudhish, qiyin va qo'rqinchli bir qirg'inchilik davri. Bizning tarixda eng ojizlashgan davrimiz. Ammo ta'tir peshonligimizdanmi aytavur davrimiz jasurlarning emas, balki eng ojizlarning yetaklashiga qoldi. Yuqorqi davrilanishdagi qiyin davrning jasurlarni borliqqa keltirishi bizda texcha borliqqa kelmadi. 8 yildan beri davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilik davrida ojizlarning, taslimchilarning va Xitoyga berib, Xitoylarning chatriqidan o'milab o'tishni ravo ko'radiganlarning soni texmi ovyotidi. Bu biz uchun bir qabohatlik reallik. Bu davr jasurlarga muhtoj bir davr. Bu davrning chaqini badal to'lash orqali aylantirishni o'ziga iroda qiluvchilarga tashna bir davr. Bu xo'rliqni yuyishni sharaf biladiganlarni 4 ko'zi bilan emas, 40 million ko'zlar bilan kutayotgan bir davr. Jasurlar, davr sizlarni chaqiryotidi. Tasavvur qilish qiyin bir davr sizlarga xitob qilyotidi. Erkinlik davri sizlarga taqozo bo'lyotidi. Bu davrni o'zgartirish sizlarning burchinglar, hammamizning burchi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Dr. Mamtuminali apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.